قېرىنداشلار، شەرق تۈركىستان سۈرگۈندە hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasına ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Daily Caller fondi gazeti 16 may kuni Amerikadagi bir faoliyatchi Xitoy agentligi tarafidan terrorlik tashkiloti bilan qo'lga olinish uchun adliya sistemasini qurol qilganligini o'tirg'a qo'ydi degan temada e'lon qilgan xabarda mundaq deyildi. Sharq Turkiston sürgünde hükümetining bosh ministri Salih Xudoyor kunlik chaqiruvchi, ya'ni Daily Caller gazeti fondiga o'zining Xitoy jasusi tarafidan qaralanganligini aytdi. 2018 yılı 9 ayda terrorlik jinoyati bilan qo'lga olingan va Federatsiya tekshirish idorasi tarafidan so'roqlangandan keyin Xitoy jasuslik mutaxassisi Salih Xudoyorni ayblagan kishining orqa ko'rinishi Xitoy agenti bilan birdek ekanligini isbotlab, guvohlik bermoqchi bo'lgan asosda Xudoyorning delosi 2022 yılı 1 ayda davlat tarafidan tuyuqsizlar bekor qilindi. Hukumat taraf kunlik chaqiruvchi gazetining uchur erkinligi qonuni orqali ayni vaqtdagi soqchining elib yurgan kamerasida ilingan ko'rinishlarni oshkor qilish talabini rad qildi. Ammo Xudoyorning Federatsiya tekshirish idorasining ziyoratini qabul qilgan ko'rinishlarni yetkazdi. Kunlik chaqiruvchi gazetining egallashicha, ko'zga ko'ringan Uyg'ur kishilik huquq faoliyatchisi Amerika Kengash palatasidan Xitoy istixborotining uningga qarshi harakatini tekshirishni talab qildi. Sudning aqlg'uchisi tarafidan sunilgan hujjatga asoslanganda Sharq Turkiston sürgünde hükümetining bosh ministri Salih Xudoyor 2018 yılı terrorlik jinoyati bilan qo'lga olingan, ammo Xudoyor kunlik chaqiruvchi gazetiga o'zining Xitoy jasusi tarafidan qaralanganligiga ishonganligini aytgan. Sharq Turkiston sürgünde hükümetining bosh ministri Salih Xudoyor kunlik chaqiruvchi gazeti muxbiriga mundaq dedi: "Mening tashkilotimning Xitoyning olib berayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi turish harakatini shikastlash uchun Xitoy agenti bo'lish ehtimolligi bo'lgan kishi uydurib chiqargan asossiz jinoiy ayblarni Amerika Kengash palatasi istixborot komiteti tekshirib chiqishi kerak. 2022 yılı 1 ayning 21 kuni bu arizalar tushuntirishsiz bekor qilindi. Xitoy Xinjiang deb ataydigan bu zaminni Xudoyor guruhi Uyg'urlarning ona yurti Sharq Turkiston deb ataydigan ham besilingan zamin ekanligini dedi. Xudoyorning advokati Paul Geonaga muxbirga mundaq dedi: "Ishonamizki, Xudoyor Xitoy hukumat xodimining nishoniga aylangan. Ularning maqsadi Salih Xudoyorning tashkilotiga singib kirish va uningdan keyin uni asossiz jinoiy javobgarlikka tortish." Xudoyorning bayonlari Uyg'urlar Xitoy tarafidan Osmon to'ri harakatining ziyonkashligiga uyushtirgan yaqinqi xabarlarga eng agishib chiqqan. Xitoyning Osmon to'ri harakati bo'lsa, chet elga Uyg'ur o'qituvchilarini nishon qilgan, tutqun qiladigan Xitoy hukumatining maxfiy programmasi. 2021 yılı 8 ayda Xudoyor Arlington panohlanish ishxonasining sirtida Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati tashkiloti nomida namoyish qilib, hukumatning Uyg'ur panohlanish iltimoslarini tiziltishga chaqirdi. Oklahoma armiyasi milliy qo'g'danish atrida vazifa o'tagan Amerika fuqarosi Salih Xudoyorning aytishicha, u 2018 yılı 6 ayda o'zining Uyg'ur guruhi Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining parlament binosi oldida o'tkazilgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qildirish namoyishida Xitoy xodimi bo'lish ehtimolligi bo'lgan kishi tunji qatim uningga yaqinlashgan. Xudoyor mundaq dedi: "Oldida deyilgan Xitoy xodimi bo'lish ehtimolligi bo'lgan kishi 3 dona telefonni olib menga Uyg'urcha so'zladi. Ochiq-oshkora holda Xitoy seni setib olamdi deb so'radi. Men uningga hargiz setilmayman desam, u menga va oilamdagilarga tahdid solgan. Men uningga neri ketishni aytdim. U shunday qildi." Shahar soqchi idorasining qo'lga olish xotirasiga qaraganda, bu ayol o'zining namoyishdan bir qancha hafta ilgari Amerikaga kelganligini va Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkilotiga fidoyi xizmat qilayotganligini aytdi. Bu tashkilot Xudoyorning guruhi bilan munosabati yo'q Uyg'ur tashkiloti ekan. Shu namoyish jarayonida u ayol Salih Xudoyor tarafidan Xitoy millati tillaydigan so'zlarni qilganligini va boshqalarga u ayolni bir Xitoy jasusi deganligini anglagan ekan. Xudoyor bularni rad qildi. Bir necha hafta o'tgandan keyin Xudoyor bu ayolning 2018 yılı 7 ayning 11 kuni Washingtondagi bir ishxonada jalbkor kiyinib qayta paydo bo'lib, Xalqaro Uyg'ur kishilik huquqi va demokratiya fondining sobiq boshlig'i Rabiya Qodir bilan oldin o'rinlashtirilgan ko'rishish borligini aytdi. Xudoyor mundaq dedi: "U menga o'zining nurg'un tilda so'zlay oladiganligini va menga yordam qila oladiganligini aytdi. U mening qo'limga tegdi va mening qiz do'stimning yo'qligini biladiganligini aytdi. Uni ogohlantirib, uningga mendan neri turishni, keyin Rabiya Qodirga xabar qildim." Qo'lga olish xotirasiga qaraganda, u ayol ketgandan keyin shaharlik soqchiga delo ma'lum qilib, Xudoyor telefon qilgandan keyin berib ko'rishganligini aytgan. Ammo u ayolning deyishicha, ko'rishda Xudoyor bilan yolg'iz bo'lganda, Xudoyor tahdid silib, u ayolni va ayolning yaqinlarini o'ldirib o'tgan. O'zining Federatsiya tekshirish idorasi va Markaziy istixborot idorasi bilan Turkiya istixboroti uchun ishlaydiganligini deganmish. Xudoyor bularni rad qildi.
2009 yildagi Urumchi qirg'inchiligini xotirlash uchun Xudoyor 2021 yili 7 oyda Oqsaroy oldidagi namoyishni yetakladi. Qo'lga olish xotirasiga qaraganda, Washington yuqori darajali sud mahkamasi 2018 yili 8 oyning 28 kuni Xudoyorga islomga qarshi nafrat gunohi bilan ayolni tutib ketish va urush tahdidida bo'lganlik arzi bo'yicha jismoniy zarba va tahdid jinoyati bilan qo'lga olish buyrug'i chiqarilgan. Xudoyor kunlik chaqirg'uchi gazetiga o'zining bir musulmon ekanligini aytdi. Xudoyor sud xotirasini naql keltirib mundaq dedi. Bu buyruq 2018 yili 9 oyning 12 kuni men Oqsaroyning oldida namoyish qilayotganda ijro qilindi. Meni shahar soqchi tarafidan tahdidga urinish deb qo'lga olmasdan, aksicha maxfiy xodimlar tarafidan terrorlik jinoyati bilan qo'lga oldi. Taftish mahkamasi keyin Xudoyorning Federatsiya tekshirish idorasining ziyoratini Federatsiya xodimlari bilan bo'lgan do'stona samimiy suhbat deb sifatlagan bo'lsa-mu, Xudoyor mundaq dedi. Ular meni o'rindiqqa kishallab, noma'lum yer osti uyda necha soat so'roq qildi. Xudoyorning aqlovchilari sud mahkamasiga Xudoyorning xo'rlanganligini aytdi. Xudoyorning aqlovchilari sud mahkamasiga sungan bayonotida mundaq dedi. Federatsiya tekshirish idorasining xodimlari javobgar o'zining advokati bilan so'zlashishni xohlaydiganligini talab qilgandan keyinmi so'roqni davomlashtirdi. Xudoyor terrorlik aybnomasini ko'p qatim rad qildi va tekshiruvchilarga o'zining bu ayolning Xitoy istixborot organi bilan munosabati borligidan gumonlanadiganligini aytdi. Taxminan 2 soat 40 minutlik ziyorat jarayonida Federatsiya tekshirish idorasining xodimlari Xudoyorning aybnomasini shaharlik soqchining buyrug'iga moslashtirish uchun tahdidga urinishga o'zgartdi. Xudoyor mundaq dedi. Sudning tartibi mushu bo'yicha davomlashdi. Davlat mening diloga munosabatlik materiallarni, masalan, munosabatlik kameradagi ko'rinishlarni bostirib qo'ydi. Bu diloning 3 yil davomlashishiga davlat sababchi bo'ldi. Xudoyor uning hukumati Sharq Turkiston deb ataydigan territoriyadagi vaziyatni tunji bo'lib irqiy qirg'inchilik deb tasvirlagan kishining biri. Xitoy Xalq Jumhuriyati u yerni Xinjiang deb ataydi. 2 oyning 14 kuni kunlik chaqirg'uchi gazeti uchur erkinligi qonuni talabini sunib, Xudoyorning dilosiga munosabatli kamera ko'rinishi va boshqa bostirib qo'yilgan materiallarga erishishni talab qildi. Qonunda belgilangan vaqtida talab qilingan materiallarni ta'minlayolmagandan keyin ondan vaqtini uzartishni talab qildi. Ammo shahar soqchi xodimlari 2018 yili 7 oyning 11 kunida bekameraga ilingan mazmunni shaxsiy masala deganni sabab ko'rsatib berishni rad qildi. Bu yil 5 oyning 12 kuni shahar soqchisi 2018 yili 9 oyning 12 kuni Federatsiya tekshirish idorasi tomonidan qilingan ziyorat xotirasini berdi. Xudoyor Federatsiya tekshirish idorasidan Rossiyaga chiqqan vakolatchisi va Xitoy istixborot mutaxassisi Davud Mayrga mundaq dedi. Qandaqla bo'lmasin, biz chaqirgan bir guvohchi guvohlik berishdan ilgari mening diloyim 2022 yili 1 oyning 21 kuni to'yiqsiz bekor qilindi. Sud xotirasida mundaq deyildi. Xudoyorning aqlovchisi sud mahkamasiga Mayur apandining guvohlik berib, arz qilg'ichi ustidan bayqalgan material va uchur shundaqla Mayurning Xitoyning Amerikani asos qilgan kishilik huquq tashkilotlarini nishon qilib ta'sir ko'rsatish harakatiga bo'lgan bilgi tajribasiga asoslanganda Xudoyorning u ayolni Xitoy hukumati xodimi deb faraz qilishi tamoman o'rinliq. Xudoyor shaxsiy tekshiruvchi bu ayolning LinkedIn hisobotidan tepib bergan dalil isbotni ko'rsatib mundaq dedi. U ayol Xitoy davlat egligidagi axborot vositalari, davlat bankasi, ma'rif ministrligiga ishlagan bo'lishi mumkin va yoki Xitoy kompartiyasiga bog'langan boshqa o'rinlarda ishlagan bo'lishi mumkin. Kengash palatasi chuqur bu ishni tekshirishi kerak. Chet el xodimlari bizning adliya sistemamizni o'yinchoq qilib qo'llansa, Xudo biladi, yana boshqa qanday ishlar yuz beradi. Kunlik chaqirg'uchi gazeti arz qilg'uchi Rabiya Qodir, maxfiy mulozimat. Federatsiya tekshirish idorasi va Davud Mayur apandi bilan aloqalashdi, ammo hech kim bu to'g'riliq fikr bayon qilmadi. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi bu haqda axborot e'lon qilib mundaq dedi. Yaqinda kundalik telefon qilg'uchi, ya'ni Daily Collie fondi gazetida xabar qilinganidek, o'tgan 3,5 yilda men bir qabohatlik tushning ichida yashab keldim. Men Xitoy hukumati xodimi deb gumonlangan ma'lum bir shaxs tomonidan ayblanib, asossiz jinoiy javobgarlikka tortildim. Uning maqsadi mening Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati tashkilotimga so'qinib kirish va uni vayron qilish orqali Xitoyning Sharq Turkistondagi ishg'oliyati, mustamlikasi va irqiy qirg'inchilik harakatini oxirlashtirish uchun tinchlik yo'li bilan elib berayotgan harakatlarimizni to'xtatish edi. Dastlabda bu shaxs meni setmoqchi bo'ldi, ammo men qarshilik ko'rsatsam, ondan u menga va mening oilamdagilarga tahdid soldi. Bu plani mag'lub bo'lganda, bu shaxs 2018 yili 7 oyning 11 kuni adliya sistemamizni butunlay suiiste'mol qilib, menga qarshi asossiz jinoiy ishlar arzi sundi. Bu ishdan hech xabarim bo'lmagan ahvolda, men bir necha oydan keyin, ya'ni 2018 yili 9 oyning 12 kuni saxta terrorlik jinoyati bilan ayblanib qo'lga ilindim va Federatsiya tekshirish idorasi, ya'ni Amerika yerlik istixboroti tarafidan necha soat so'roqqa tortildim.
Uningdan keyin men andish qiladigan ba'zi shaxslar va tashkilotlar bu gumonli Xitoy xodimi bilan aloqa qilib keldi va fursatdan foydalanib menga bo'hton japlab, mening haqqimda asossiz yolg'on uchurlarni tarqatdi. Ammo mening advokatlik guruhim bu shaxsning Xitoy hukumat organlari bilan munosabati borligini aniqlagandan keyin sud mahkamasiga bu shaxsning arxivining Xitoy istixborot xodimining arxivi bilan birdakligi to'g'risidagi paket haqida mutaxassislarning tekshirib guvohlik berishning o'rinlashtirishini istaydigan niyatimizni bildirdik. Shunday qilib 3,5 yilga yaqin so'zilgan keng ko'lamli da'vo jarayonidan keyin Amerika taftish mahkamasi tuyuqsiz menga qarshi arizni bekor qildi. Men Allohga, ailemga, mening advokatlik guruhimga va qo'llag'uvchilarimga bu ishning bekor qilinganligi munosabati bilan rahmat aytaman. Ammo nurg'ulg'an savollar yanada javobsiz qoldi. Men Amerika Kengash palatasi istixborot komitetini mening delosimning bir taraf qilinish jarayonini tekshirishga chaqiraman va Amerika hukumati shundaqla erkinlikni suyadigan boshqa barliq hukumatlarning Sharq Turkiston tashkilotlarini bo'lib, Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakati tashkiloti bilan Sharq Turkiston surgunda hukumatiga o'xshash mustaqillikni tashabbus qilgan guruhlarni nishon qilgan Xitoy istixborot harakatlariga qarshi turishni talab qilaman. Biz cho'qim hushyor bo'lishimiz kerak. Shundala biz Xitoy hukumatining xuddi mening delosim ko'rsatgandek Uyg'urlarga qarshi aniq va bevosita xatar elib kelib qolmasdan balki yana Amerika va uning chegarasi ichidagi muassasalarga tahdid soladigan ta'siri va singib kirish harakatlarining oldini davomli ola olamiz. Alloh Amerika Qo'shma Shtatlarini o'z panohida saqlag'ay. Ulug' bo'lish uchun hech kimga iltifot qilma, hech kimni aldatma. Vataning uchun nimani qilish talab va maqsad qilinsa yoki nimani qilish zarur bo'lsa, shu nishonni bo'ylab olg'a ilgirla. Har kim sana qarshi chiqishi mumkin. Yo'lingdan qaytarishga urinishi, oldinga tugamas kaşanglarning chiqishi aniq. Sen buningga qarshi tirin. O'zingni cho'ng bilma, balki ojiz, qurolsiz his qilib, hech kimdan yordam kelmaydiganligiga ishonib, bu to'salg'ini yang. Buningdan keyin seni ulug' deganlarga qarab kuldaydi Mustafa Kemal Atatürk. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.